Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. 31-dekabr sanasi va nihoyat yilni yakuniga yetkazyapmiz. 9:58. 1-2 kundan beri liniyada ishda yo'q edim. Boshqa ishlar bilan shug'ullanib band bo'lib, sizlarga video taqdim eta olmaganligim uchun ming bor uzr so'raymiz. Kommentariyada qachon yangi video bo'ladi deb kutayotganlarga katta rahmat va mehnatimizni qadrlayotganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Video boshidan like bosishni unutmang do'stlar. Bugun 31-dekabr sanasida Toshkent bo'ylab sarguzashtlarni sizning e'tiboringizga havola etamiz. Avtomoykadaman do'stlar, avtomoykada. Ko'chada yomg'ir, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan hozir ichkarida salonni tartibga keltirishim kerak bo'ladi. Ya'ni, demak, poliklarni yuvib olib, ofisimizga ko'rk bag'ishlaymiz, o'zimiz uchun yoqimli qilamiz. Qolaversa yangi yil va albatta yangi yil kayfiyati приятный, ya'ni klientlar uchun ham, mijozlar uchun ham yoqimli bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'sh do'stlar, boshladik. Davom etamiz do'stlar. Soat 10:21. Yuvinib taranib oldik. Ana endi zapravka tomon yo'l olyapman. Metan zapravka. Undan keyin esa inshaalloh liniyaga chiqamiz. Qani metanda nima gap ekan? Hozir ko'ramiz. Metan zapravkaga deyarli yaqinlashmoqdamiz. Mana shu yuk avtomobili hozir metan zapravkadan chiqdi. Xudo xolasa hech qanaqa navbat kutish yo'q. Kommentarlarning birida yozishgan ekan, xo'sh, taksoparkning zakaz olishga ta'siri bormi deb. Shu savolga ham video davomida albatta javob beraman. Bir necha savollarga javob beramiz. Xullas qiziqarli video. 31-dekabrdan ajoyib sarguzashtlarni siz tomon taqdim etamiz. Mana ko'rib turganingizdek, metan zapravkada mana shunaqa 3 tadan o'ng tomonga qarab yuramiz. Keyingisi balkim ochiqdir. Yopiqmi? Ha, yopiq ekan. Demak 3 tadan. Mayli, kutamiz. Metanga navbatimiz kelgunicha sizlarni mana itogi goda yil yakuni bilan tanishtiramiz. Mana hammada bor bo'lish kerak. Mana shu narsa mana o'ng tomonda turibdi. Mana shu itogi goda. Ko'ramiz qanaqa. Xo'sh, na finish new прям. O, rahmat. Bir tiyinlik foydasi yo'q, lekin bu ham ko'ngilni ko'tarish uchun-da. Oho, 32146 kilometr yuribmiz. Na korotkih и длинных distansiyah. Mana shuncha yo'l yuribmiz, mana shuncha yo'l bosibmiz. 32146. Endi men boshqa ishlarim ham bor, 100% Yandexda emasman. Viloyatlarda balkim bundan ham ko'pdir, chunki ular ko'p masofa yurishadi, lekin vaqtda bir xil deyarli. Xo'sh, na вашем счете, xo'sh, 4337 ta поездка bajaribmiz. Qoyil. Mana shuncha поездка. Rahmat. Yana bizdan rozi bo'lgan bir necha довольных пассажиров, bir necha yo'lovchilarimiz довольны, bizdan rozi. И новых маршрутов. Xo'sh. Aktiv были по утрам. Утренние заказы у вас больше всего. Ertalabki tongi zakazlar senda ko'p deyapti, men sizda ko'p deyapti. To'g'ri. Shuning uchun har doim aytaman, erta tongdan albatta zakazlarni amalga oshirish kerak deb. Yaxshi, mana yangi zapravka ochildi, lekin bizdan keyin kelgan kirib ketdi. Xo'sh, iyun oyida eng ko'p ishlagan ekanman. Xo'sh, iyun oyida eng ko'p daromad qilgan ekanman. Yomon emas. Xo'sh, 221500 chivi qoldirishgan ekan yil davomida. Bu sizning professional ekanligingizdan dalolat deyapti. Iznak больше благодарность от пассажиров. Rahmat. Mana shunaqa. Rahmat. Вы умеете брать заявление в высоту 9, но поехали, победили. Uzoq masofadagi 1,600,000. Xo'sh, cel o'sha maqsadlar berilgan bir necha zakazga mana buncha pul beramiz degan zakazlarni amalga oshirganim uchun mana shunaqa ko'rsatkich. Soat 10:35 zapravka qilib oldik, to'ldirib oldik. Xo'sh, qanchaga? 100,400 bo'libdi. 100,400 so'mga to'ldirib olganmiz.
Mana xudo xolasa endi bu yoq hozir 0 ga tenglashtirib olamiz. Va do'stlar, bizda ikkita ошибка bor, 23 bilan 35. 23 orqa zadniy fara, 35 esa mana bu pult yaxshi ishlamayotgani hisobiga uzoqdan yo'q olmayapman. Xo'sh, itogi goda, ya'ni yil sarhisobiga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa ishga chiqishim kerak. 10:36 shundoq ham ko'p vaqt yo'qotdik. Ya'ni qaysi ma'noda vaqt? Shu mashinani moyka qildirdik va metan gaz hammasi joyida. Liniyaga kiramiz. Xo'sh, balansimizda pul bormi? Balansimizni tekshiramiz. Ya'ni komissiya uchun dengi degan joyni bosamiz. Xo'p, balansimizda 200 dan oshiqroq pul bor. Demak, biz xotirjam. Bir necha kundan beri ishlamaganman. Mana bir necha kundan beri ishlanmagan. Shuni hisobiga mana 0 turibdi. Bugun esa 31. Mana hozir arzon paytda chiqqanimning hisobiga oxirida keyin mana shu kam bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni ishlagan pulimiz kam bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun erta sahardan ishni boshlagan juda ham to'g'ri ish. Mana shuning uchun ham menga itogi godada, ya'ni yil sarhisobida ham ertalabki tongi poyezdkalaring, marshrutlaring ko'p deb yozadi. Endi do'stlar, yana bir ma'lumot, xudo xohlasa oldinda ikkita katta video tayyorlash niyatdaman. Birinchisi o'sha dostavka borasida. Yandex dostavkada plus minuslari, xarajatlari, daromadlari, qiyinchiliklari va ishni doya, ya'ni boshidan oxirigacha qanaqa qilib bajariladi, zakaz qanaqa, buyurtma qanaqa qilib olinadi, buyurtma A nuqtadan B nuqtaga, ya'ni ovqat yetkazib berish borasida katta video tayyorlash niyatidaman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Albatta yangi videolarni o'tkazib yubormaslik maqsadida. Mana zakaz, ya'ni buyurtma bermayotganini hisobiga salgina yurishimizga to'g'ri kelib qoladi. Bu yurishimiz esa o'sha Yandex navigator bizni qayerda ekanligimizni, qaysi tomondan qaysi tomonga borib harakatlanayotganimizni chamalab olib, shunga qarab keyingi zakazni, keyingi buyurtmani beradi. Сообщение, ya'ni xabar yuborishgan ekan, nalog borasida, ya'ni soliq borasida. Menimcha sizga ham bu yetib keldi. Shunaqa do'stlar, ko'ramiz. Birinchi yanvardan boshlab taksi haydovchilari qancha miqdorda soliq to'laydi? Bu bugungi kunda taksi haydovchilarini qiziqtirgan eng muhim savollardan biri. 2026-yil 1-yanvardan O'zbekistonda o'zini o'zi band qilgan taksi haydovchilari aylanmadan olinadigan soliqni pasaytirilgan stavkada, ya'ni 1% miqdorda to'laydi. Avval daromadi 100 million so'mdan oshgan o'zini o'zi band qilgan shaxslar ushbu soliqni 4% stavkada to'lagan. Masalan, o'zini o'zi band qilgan taksi haydovchisi bir oyda 2 million so'm daromad topsa, u to'lashi lozim bo'lgan soliq miqdori atigi 20 ming so'mni tashkil etadi. Agar yo'lovchilarni tashish faoliyati onlayn agregatorlar orqali amalga oshirilsa, bunda soliqni ushlab qolish va to'lash mutlaqo qiyinchilik tug'dirmaydi. Soliqlarni ushlab qolish va to'lash agregator tomonidan haydovchiga daromadlarni o'tkazib berish paytida avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Bunda agregator soliqni faqat o'z platformasi orqali olingan daromadlardan ushlab qoladi. Agregatorlardan tashqarida shakllangan daromadlar esa ushbu mexanizm asosida soliqqa tortilmaydi. O'zini o'zi band qilgan taksi haydovchilari ham QR-koddan foydalanishi shartmi? Ma'lumki, 2026-yil 1-yanvardan boshlab yakka tartibli tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun raqamli platformalarda shakllantirilgan elektron to'lovlarni qabul qilish maqsadida maxsus QR-kodga ega bo'lish majburiy talab sifatida belgilangan. Ushbu talab soliq organlarining axborot tizimlari bilan integratsiya qilingan elektron platformalarga ega agregatorlar orqali yo'lovchilarni tashish va buyurtma asosida tovarlarni yetkazib berish xizmatlarini ko'rsatuvchi o'zini o'zi band qilgan shaxslarga tatbiq etilmaydi. Ya'ni soliq tizimlariga ulangan rasmiy agregatorlar orqali faoliyat yurituvchi taksi haydovchilari va kuryerlar alohida QR-kod o'rnatishi shart emas. Keyin yana xabar yuboribdi. Mana shunaqa xabar. Reyting 408 dan agar pastga tushsa, komfort tarifini yo'qotasiz, o'chirib qo'yamiz debdi. Xo'sh, shunday qilish uchun, yo'qotmaslik uchun xizmatning hamma standartlariga rioya qiling deb yozibdi. Xo'p, bo'ladi. Siz nima desangiz shu endi, nima qilamiz? Bu yaramas, nega buyurtma zakaz bermayapti desam, fotokontrol so'rayotgan ekan. Keyingi mijozimiz keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yangi yillar bilan. Xo'p, biz hozir
buyurtmani kutyapmiz. Xudo xohlasa po ukazaniya ekan, ya'ni bu degani B nuqtasi umuman ko'rinmaydi. Qayerga borishini biz bilmaymiz mana po ukazaniya. Xo'sh. Albatta menda maqsad, ya'ni bonusli maqsadlar bo'lmaganligi, zakazlar bo'lmaganligi sababli men mana shunaqa zakazlarni, buyurtmalarni qabul qilaman. Kimdadir misol uchun 10 ta, kimdadir 15 ta, kimdadir 20 ta qolgan bo'lsa, ataylab Yandex mana shunaqa paytda ularga uzoq masofali zakazlarni yoki mana B nuqtasi ko'rinmaydigan buyurtmalarni ataylabdan tiqishtiradi. Shuning uchun men harakat qilaman shunaqa zakazlarni olishga, ularga osonroq bo'lishi uchun, ular ko'proq buyurtma bajarib, o'sha va'da qilingan bonus pullarini olish uchun. Yoki kimdadir brend bor, naklenka bor, ularni ham olish uchun. Assalomu alaykum. Ha, kelinglar. Ikkita buyurtma ketma-ket po ukazaniya. Bu bechora menga shu uzoq masofali buyurtmani shu qidiryapti, lekin hech topa olmayapti. Yaramas. Orqaga yurishim kerak ekan. Mana shunaqa, mana yangi yil kayfiyati. Mijozni keltirib qo'ydim. Qarang, narigi tomondan kelayotgan edik, yo'lning o'rtasida mana podyezdda mashinani parkovka qilib ketishgan. Bu juda ham noto'g'ri-da, do'stlar, bu juda ham noto'g'ri. Bundan oldingi videolarimda ham aytganman, hech qanaqasiga dvorni, ya'ni yo'lakni band qilib qo'yish mumkin emas. Sababi pojar bor, yong'in xavfsizligi, tez yordam, militsiya, favqulodda holat bo'lganda ularga hech qanaqa to'siq bo'lmasligi kerak-da. Keyin biz aytamiz, xo'p, nimaga tez yordam tez yetib kelmaydi yoki u yoki bu. Biz sharoit qilmagandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Endi yurishni boshladi boya. Endi chirog'i yondi. Shunaqa do'stlar, shunaqa mashina mana. Shuncha joy bor. Qarang, mana shuncha joy bor. Joy bo'lmasa, mashinani parkovka qilishga joy bo'lmasa, mayli, to'g'ri tushunish mumkin, joy yo'q ekan, shunga majburan endi shu joyda parkovka qilibdi. Mana bu joyda joy bor. Mana senga olam gul. A nuqta 1 2 keyin B nuqta. Oplata kartoy. Shunaqa do'stlar, ba'zida shunaqasi ham bo'lib turadi. Endi g'irb avtobusga o'xshab hozir ko'ramiz. Avtobusga o'xshab hozir to'rt tomondan aylanib kelib yana shu yerga kelyapmiz. Hozirgi mijozim Yandex dostavkada ovqat yetkazib berishda xizmat qiladigan ekanlar. Men orqada papkalari bilan nima deydi, ko'p ha? Mahsulotingiz ko'pmi? Juda ko'p, og'ir kamiga. Ha, kamiga og'ir ekan, shunga men Yandex zakaz qiliblar. Qoyil ikkita Yandexchi birgamiz. Ha, birinchi xo'sh, olib borib berish kerak ekan. Mana birinchi dostavkani bu yerda. Qolgani esa mana orqada turibdi. Aka dedi, sumkam toza. Sumka toza. Shunga ichkariga qo'yib qo'ysam maylimi deb, mayli dedim. Tushunamiz. Endi bugun hozir hamma ishda. Birovga bir-birimizga podeshka qilsak qandoq yaxshi. Ha do'stlar, qor yog'ishni boshladi. 12:30. Hozirgi ovqat yetkazib beradigan kuryer ismi Shohruh ekan, ismlari 2000-yil, 25 yoshda o'qiyapman dedilar. Telefonlarini almashdik, xullas nomerlarini oldim. Xudo xohlasa yaqin kunlarda Shohruh bilan ham intervyu uyushtiramiz. Hozir gaplashib oldim. Imkoni bormi deb, ha, aka, gap yo'q siz uchun deb tushuntirdim. Xudo xohlasa yana mana Yandex 7 haqida ovqat yetkazib berish borasida kerakli ma'lumotlarni sizlarga taqdim etib borishga harakat qilamiz. Lekin qor juda ajoyib ko'rinishda, do'stlar. Qoyil, 31 dekabrda qor. Shunaqa vaziyat do'stlar. Keyingi buyurtma aynan bozor oldidan Yunusobod metrosiga belgilangan nuqta ko'ramiz. Bir tomondan qor, bir tomondan yana nimalardir. Nechog'lik men mana shu paytda bozor oldiga borishni yomon ko'raman. Chunki hamma hozir bozorlik bayram dasturxoni uchun xarid qilgan. Dastavkachilar, qani sizlar chiqinglar ishga. Mana hozir ham bitta dastavkadan buyurtma tushdi.
Biroq o'zi telefon qilib ko'pchilik отказ beryapti deydi. Men aytdim, mashinagacha kimdir yuklab bersa, gap yo'q. Olib borib beraman. Men o'zim tushib, nimanidirni yuklab, endi uni olib borib berish u endi menga to'g'ri kelmaydi. Qaysi ma'noda to'g'ri kelmaydi? U tarif boshqacha. Lekin u tarifda mashina yo'q. Yunusobod galereyadan mana dastavkachilar ishlayapti. Mana shu yoqqa qor yog'yapti do'stlar, qor. Va biz yuklayapmiz. Bu yoqda chiqib olishadi, brat. Xo'p. Ro'zg'orlik. Xo'p. Bir nechta paketlar 52 ming poyezdka, birada esa 100 ming berdilar. Yangi yilga 48 ming chivi. Yomon emas. Qani endi har kunimiz yangi yil bo'lsa, kimnidir mushkulni oson qilsak, bundan ham xursandmiz. Lekin dastavkadagilar, sizlarga ish ko'p. Mana ulgurmayapmiz bayram kuni. Endi bir kuni shu bayram kuni shunaqada. Ko'proq pul bersa, bratga qarab, brat, nega dunyoda sizga o'xshagan odamlar juda kam deb aytsam, rosa xursand bo'ldi. Bayramda mana shu qilib bir-birimizni ko'nglimizni ko'tarsak yaxshi-da. Lekin qor ham zo'r yog'yapti. Hyde Town ro'parasidamiz. Juda zo'r, juda ajoyib. Juda ham ajoyib. Mana. Ha do'stlar. Mana shunday qor yog'ayotgan paytda biz yana ishimizda davom etamiz. Xo'sh, soat 13:35. Hozirgi dastavkani keltirib berdim. Xo'sh, hozir esa 2 ga qarab yaqinlashyapti. Shuning uchun damoy rejimini yoqamiz va uyga yo'l olamiz. Tushlikdan keyin yana ishni davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, damoy rejimini yoqdim. Kutyapmiz, damoy rejimidamiz. Do'stlar, 900 so'm chivi kelibdi. Mana. Choychaqa. Mana shunaqa choychaqalar ko'paysa yaxshi. Puli ahamiyatsiz, muhimi bo'lsin, chunki reytingimiz oshishi kerak. Agar reyting yana pastlab qolsa, keyin yanvar oyida mendan komfort tarifini o'chirib qo'yishi mumkin, olib qo'yishlari mumkin. 1,5 ming so'm. Nomardlikda bu nomardlik. Tag'in komfort tarif. U nomardlik. Hamma joy yonib turgan, yangi yil, yomg'ir, qor yog'ib turgan paytda 1,5 ming koeffitsient bilan. Qadrdon do'stlar, soat 19:07. 31-dekabr sanasi mana shunday paytda biz tushlikdan keyingi birinchi zakasni olyapman, birinchi buyurtmani olyapman. Yana bir marotaba kirib kelayotgan yangi 2026-yil hammaga muborak bo'lsin, qutlug' kelsin, fayzli, barakali kelsin. Ko'zlangan orzu maqsadlarni ro'yobi bilan tashib yursin, ilohim. Va men esa hozirgi payt tushlikdan keyin bayram dasturxonini bezadik. Endi esa 1-2 soat aylanamiz. Bilmadim, soat 10 gacha, 11 gacha aylanib, undan so'ng esa smenaga yakun yasayman. Boisi uyda oila kutyapti. Xullas bayram dasturxoni. Xullas shunaqa vaziyat. Shuning uchun endi ochiqni aytaman, bugun ochig'i pul ishlash uchun, yaxshi zo'r pul ishlash uchun smenaga chiqmadim. Buni tan olib aytaman sizlarga. Shunchaki yig'ilib qolgan savollar va 31-dekabrda ish qanaqa bo'lar ekan degan o'sha savolga o'zim uchun javob izlash maqsadida. Keyingi klient tomon yo'l olamiz. Narxlar juda ham zo'r emas. Hozir ko'rdingiz koeffitsiyentni. Va biz mijoz tomon yo'l olib uni manzilga eltib qo'yamiz.
Kızlarınız bilen çoğdan mı yok? Ana shunaqa gaplar do'stlar. Yangi yil kechasi menimcha sog' odamni o'zi yo'q. 3 ta ichib olgan chiqdi xullas. Ha mayli, turamiz. Yangi yil kayfiyati, yangi yil juda ham ajoyib, go'zal darajada go'zal. Mana keyingi zakaz 16.500. Yomon emas. Qani edi yangi yildan keyin ham shunaqa narxdagi buyurtmalarni bajarsak. Yo'q-da. Yanvar oyida hamma narsa to'xtaydi. Mayli, o'sha kunlarga ham yetib olaylik. Avtobuschilarga rahmat. Avtobuschilar, ularga gap yo'q. Bu qanaqasi endi? Hozirgina kelgan o'sha klientim 5 ta qiz iltimos oling deydi. 5 ta qiz, 5 kishini qanaqa qilib olishimiz mumkin? Yaxshi, mana avtobus ishlab turibdi bular uchun. Yana bir marta aytaman, mana chiqishyapti qizlarimiz. Avtobus yaxshi ham ishlayapti, ko'rsak emas. Agar avtobus ishlamasa, mana bunaqa tepa narxda, qimmat narxda ko'pchilik manziliga yeta olmaydi. Borlariga shukr. Avtobuschilarni. Nima qilay? Olaymi buni? 21 ming so'rayapti. Olaman. Va yuramiz. Yoki bekor qildimmi? Nima deysizlar? Nima deb o'ylaysizlar mana shu joyda? 21 ming koeffitsient bilan 40 daqiqalik yo'l B nuqta shaharning narigi tomonda. Keyin shu bilan tapadelan qilib markazga Toshkent Cityga kelib olaman, xudo xolasa. Ko'ramiz o'xsharmikan. Shlagbaum oldida turibman. Shlagbaum yopiq va mijozga xabar yo'llaymiz mana shu paytda. Xo'sh. Здравствуйте, жду вас возле шлагбаума. Bo'ldi. Va jo'natamiz. Mana shunaqa kutamiz. Yandex yana xabar yuboribdi. Xo'sh. Бесплатная оклейка Яндекс.Go. Yandex brendini bepul yopishtiring va mana bunaqa bonuslarga ega bo'ling. 40 ta poyezdkaga buncha, bonusiga buncha. Buni yopishtirgandan keyin uni hujjatlari bor, xullas, xarajatlari bor. Mijozimiz chiqqunlariga qadar bir savolga javob berishga vaqtimiz bor. Matizda benzinda Yandex qilsam qoplaydimi aka? Hech bo'lmasa 200 topamanmi benzindan tashqari? Sohibjon Maqsudov yozgan ekanlar. Xo'sh, Matizda Yandex qilish ochig'i bilmadim. Endi bundan oldingi videolarimda ham aytib o'tganman. Men sizni haydovchilik darajangizni bilmayman. Yo'l harakat qoidalaridan qanchalik xabardorsiz? Qoidalarni buzsangiz, kameralarga tushib qolsangiz, mana bu ham yomon. Keyin benzinda bilmasam atkazlarni hisobiga atmenlar juda ham ko'p bo'ladi. Bu yaxshigina asab ham kerak Matizda ishlayotgan paytda. Yana bir qaysidir kommentariyada adashmasam o'qigan edim. Matizda ishlaganda ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak deyilgan. U xoh Matizda ishlaysiz, xoh boshqa avtoulovda ishlaysiz, ahamiyatsiz, Yandexning standartlariga hamma to'liq javob berish kerak. O'sha bo'yicha haydovchilar yurish kerak. Afsuski, Yandex iflos yaramas, ko'proq haydovchilarni emas, yo'lovchilarni eshitadi. Zakaz отменен. Mana shunaqa paytda sizga chuqur nafas olish kerak. Kelgan vaqtingizga, asabingizga mana shu paytda juda ham xotirjam bo'lish siz uchun juda ham muhim. Ana ko'rdingiz, ostanovkadan keldim, mana shuncha joyga kutdim, tag'in SMS ham yubordim, shlagbaum oldida kutyapman deb. Bu endi atmen beradi. Shuncha kuttirgan holatda keyin atmen beradi. Kuttirgan holatda keyin aytishadi, nega haydovchilar kelsa bizga qo'pol munosabatda, qo'pol muomalada, sangacha u nimalarni boshidan kechirib kelyapti bilmaysan-ku. Xuddi shunaqa do'stlar, xuddi shunaqa. Salyut otishyapti do'stlar. Mana shunaqa paytda u ham o'chdi. Mayli, hech qisi yo'q.
Da. Asab borasida aytadigan bo'lsak, albatta Yandexda umuman kiradi. Qaysi agregat bo'lishidan qat'iy nazar, asab mustahkam bo'lishi kerak. Uni ustiga bugun bayram do'stlar. Hozir asabimni buzib uyga kirish niyatida emasman. Men o'zimni o'sha holatim bilan boshqa oila a'zolarimni yoki boshqa insonlarni xafa qilgim yo'q. Lekin ikkita ketma-ketdi. Mana qizlarimiz birinchi, 5 ta qiz deb, mayli u yaqin masofa. Xo'sh. 2-1 16 ming. Yaxshi buyurtma berdi. Xudo xolasa endi markazga qarab yo'l olamiz. Padelam, ya'ni qo'yilgan, hozirgina ko'rdingiz. Asab borasida. Qizlarimiz atmen berishdi, ya'ni 5 ta qiz. Qaysi miya, qaysi kalla bilan bu ishni qilishgan yoki bilishmaganmi endi bilmadim. Yaxshi gumonda bo'lamiz. Balkim ular bilishmagan yoki balkim bugun bayram deb olib ketar deb buyurtma berishgan. Ular atmen qilgandan keyin keyingi ikkinchiga bordim. Ketma-ket ikkitada. Narxlar yonib turgan paytda mana shunaqa atmenlar bizni ortiqcha vaqtimizni o'g'irlaydi. Bu esa o'z-o'zidan asabbuzarliklarni keltirib chiqaradi. Bu asab esa qolganlarga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizni asabingiz mustahkam bo'lmasa. Soat 20:23 padelam qilib Toshkent City markaziga keldim. Mana odamlar ko'pchilik mana shu joyda va liniyaga chiqamiz. Bitta damoy rejimim qoldi xolos. Hozir ko'ramiz, vaziyatga qaraymiz. Qanaqa yerdan berar ekan. Xo'sh, 12500 koeffitsient bilan Drujbadanmi? Sal pastroqqa tushishimiz kerak ekan, mayli. Yuramiz. Soat 21:04. Qo'yliqdaman. Musiqani o'chiramiz. Mualliflik huquqi so'rab qolishi mumkin Yandex. Xo'sh, do'konlar ba'zi birlari ochiq, ba'zi birlari esa yopiq. Ko'pchilik dam olyapti. Mana issiq non sotuvchi ham bor xalq xizmatida. Xo'sh, men esa damoy rejimini yoqdim. Va xudo xolasa ko'ramiz qani. Qanchagacha uygacha yetib olar ekanman. Mana zakaz 17500 yomon emas. Va yuramiz. Magic City atroflari, Humo Arena, xullas hamma gavjum va bayram kayfiyatidagi mana shu горячий точка deydimi? Issiq nuqtalar, qaynoq nuqtalar. Tabiiyki, mashina ham ko'p. Magicni juda zo'r bezatishibdi, zo'r, ajoyib. Bugungi kunni sarhisob qilishdan oldin sizlarga o'sha berilgan savolga javob berib o'tishim kerak. Taksoparkning zakaz olishga ta'siri bormi degan savol berilgan edi. Men bundan oldingi videolarimda ham aytib o'tganman. Juda zo'r to'g'ri savol berilgan, chunki qachonlardir meni ham bu savol qiziqtirgan. Ko'proq zakaz olish uchun taksoparkning qanday ahamiyati bor? Umuman taksoparkning ishi nima, vazifasi nima deyilganda, taksoparkning asosiy vazifasi do'stlar sizga Yandexdan pulni yechib berish. To'g'ridan-to'g'ri Yandex bilan hamkorlik qila olmaysiz. Bunda taksoparklar vositachi sifatida. Birinchi navbatda o'zi taksopark Yandexga sizni ulab beradi. Ikkinchi navbatda esa shu
pulni yechib beradi. Ikkinchi vazifasi shunaqa. Taksopark tanlashda iloji boricha arzonroq va protsenti, ya'ni foizi kamroq taksoparkni tanlasangiz o'zingiz uchun yaxshi, daromadga ham yaxshigina ta'sir qiladi. Shuning uchun men sizlarga Ruslan Tur taksoparkini tavsiya qilaman. Mana ko'rinib turibdi. Qo'shimcha batafsil ma'lumotlar telefon raqamlarida 1,5% atiga. Agarda hozir ishlab turgan taksoparkingiz 1,5% dan ko'proq bo'lsa, mana shu taksoparkka ulanib olishingiz mumkin bo'ladi. Kun sarf hisobi 31 dekabr 2025-yil. Xo'sh, taxminan 6 soat rulda bo'lganman. Smenada bo'lganman aniqrog'i. Xo'sh, 16 ta buyurtma bajarganmiz. 16 ta buyurtmadan 16 ta buyurtmani bajarish uchun 139 kilometr masofa bosib o'tganmiz. Taxminan shunaqa. Endi so'mda hisoblaganda 139 kilometrimiz 50 mingdan oshiqroq, 100 mingdan kamroq, o'rtasini hisoblaydigan bo'lsak, shu 70-80 ming atrofida gaz metanga sarflaganmiz. Shunaqa, bundan agar 357 dan ayiradigan bo'lsak, bu gryaz holatda, sof toza emas, gryaz holatda. Bundan gazni ayiradigan bo'lsak, mana shuncha pul qolibdi 6 soat ichida. 31 dekabr sanasida. Do'stlar, hammaga kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Hozir 22:14 da smenani yakuniga yetkazaman va xudo xohlasa yangi 2026-yildan yana qaynoq videolarni e'tiboringizga havola etishga harakat qilaman. Qaysi kasbda faoliyat yuritishingizdan qat'iy nazar 2026-yil omad, quvonch va ko'zlangan maqsadlarni ro'yobini olib kelsin. Hammani omadini bersin. Ayniqsa yo'lda yuradigan aka-ukalarimizni yo'lingiz bexatar bo'lsin. Mashinangiz, avtoulovingiz hech qachon buzilmasin. Yangi yil hammaga omad olib kelsin. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Kanalda yangi bo'lsangiz, mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar Yandex borasida savollar bo'lsa, qo'ldan kelgancha sizlarga javob berishga harakat qilaman. Kommentariyada esa fikrlaringizni kutib qolaman do'stlar. Omon bo'ling.